Saida Mirziyoyeva, sizni kutyapmiz uyimizga. Salom hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Internet tarmog'ida Saida Mirziyoyevaga antiqa bir uslubda bir akaxonimiz murojaat yo'llabdi. Mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Bu videodagi holatda bir akaxonimiz qo'lida yasalgan zanjirlardan bir quluplar qilib, og'izlarini bekib, ochlik e'lon qildilar. Sababi juda ham ko'p muammosi bor ekan bu akani. Mana shuni Saida Mirziyoyeva hal qilib berishi kerak ekan. Albatta bu narsa haqida siz o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Hozir men sizlarga bu videolarni qo'yib beraman. Ko'rgandan keyin albatta fikringizni qoldirib ketasiz degan umiddaman. Undan oldin kommentariyaga yozib tashlamang. Videoni oxirigacha ko'rgandan keyin kommentariya yozsangiz juda ham bir o'rinli bo'lardi. Bu video haqida o'zimni qisqacha fikrimni aytib o'tib ketsam do'stlar. Bu akaxonimiz ochlik e'lon qilgani bizning millatimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki yoshlar bor, bilasizlar, yoshlar bunaqa narsalarni ko'rib o'rnak bo'lmasin degan maqsadda aytyapman. Bu yaxshi ish emas. Bunaqangi qilib o'zini qiynab kalit tashivardi qulublagandan keyin u juda ham bir azoblanyapti. Hozirgi paytda bilasizlar o'zlaring 40 gradusdan baland ko'chada issiq. Bunaqangi holatda temirlar bilan og'izni yopib ochlik e'lon qilganlari umuman aslida to'g'ri kelmaydi. Men bu akaxonni Instagramlariga kirib ko'rdim. Instagramlarida bu akaxon o'zi Yandexda dastavkada ishlar ekanlar. Videolarini bitta ko'rdimda juda ham ko'p noliydigan bir akaxon ekan. Har bitta videolarida nimadandir norozi. Bu aka o'zi ancha hayotdan norozi bo'lib yashayaptilar. Menimcha shunaqangi bir jahldor, qanaqadir nimadandir alamini ola olmay, oxiri mana shu Instagramdagi video qo'yib borar ekanlar. Mana shunaqangi ko'chadagi muammolarni gapiraverar ekanlar. Eng achinarli holat nima bilasizlarmi? Yonlarida onalari turibdi. Onalariga rahmim kelib ketdi. Bunaqangi muammolarni ko'chada qoldirib kelish kerak erkak kishi. Uyga kelib onani yuragini siqish bu yaxshi emas. Onani oldiga kelgandan keyin albatta xursand bo'lib, men yaxshi, Xudoga shukr ishim bo'lyapti deb ozgina bo'lsa ham onani ko'nglini olib qo'yish kerak. Hech qaysi ona bunaqangi holatda o'g'lini ko'rishni xohlamaydi. Og'zi yopiq holatda yana internetga chiqib video qilib murojaat qilyaptilar. Bu narsalarni qo'ni-qo'shnilar ko'radi, mahalladagilar ko'radi. Undan keyin nima bo'ladi? Hamma ustidan kuladi agar mana shu qiladigan ishlari samara bermasa. Bu video yuzasidan bir ikkita blogerlar ham o'zini fikrini aytib o'tishgan Instagramlarda. Ana shu videolarni ko'ringlar va albatta do'stlar bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hozir 7 kun bo'libdi video qo'ymaganimga. E'tibor berib qarasam, vaqt shunaqa tez o'tyapti. Men har kuni video qo'yaman deb aytaman kuniga, lekin bunday qarasam o'zi 7 kun o'tib ketib qolgan bo'ladi-da, yo bo'lmasa 3 kun o'tib ketib qolgan bo'ladi. Ya video qilishim kerak YouTube'ga deymanda, shoshib qolaman. Vaqt odamlarni shoshirib qo'yapti. Hozirgi paytda bir plan bilan yashab bo'lmay qoldi. Bunday o'ylaysizda, kuniga misol 250 mingdan pul topamanda oyiga 7,5 million pul bo'lar ekan deb hisoblaysizda, lekin bir oydan keyin bunday qarasangiz, u 7,5 million pulni yarmi ham bo'lmaydi sizda. Mana shunaqangi holat bo'lib qoldi. Bilmayman qanday bunday bo'ladiganini, men matematikada ham tushuntirib bera olmayman. Shuning uchun do'stlar, hozirgi paytda hammamizga qiyin, hammada muammo ko'p. Muammoni albatta o'zimiz hal qilishimiz kerak, kuchimiz bilan iloji boricha. Shuncha xalq indamay yashab, ichiga yutib, qo'lidan kelgancha harakat qilib oilasini boqib yuribdi. Bu internet tarmog'i degani hamma chiqib xohlagan gapini gapiradi degani emas. Internetda bilasizmi, odamlar yig'lab chiqib gapirib yotibdi. Yig'lab yotibdimi? Birov eridan norozi, birov xotinidan norozi, birov boshqa narsadan norozi. Chiqib yig'lab gapirish bu menimcha to'g'ri kelmaydi bizning o'zbekchiligimizga. Ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan ma'qul do'stlar. Videoni boshlaymiz unda. Saida Mirziyoyeva, sizni kutyapmiz. Videoni ko'rdilaringmi? Ochlik e'lon qildi. Ya'ni galadovka deyiladi buni. O'tirib kelganlar yaxshi biladi o'zi. Aka, noto'g'ri ish qilibsiz. Har qanaqa balo kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, oilangizga kelganmi, shahringizga kelganmi, qanaqa balo bo'lishidan qat'iy nazar, organizmingizdagi har bitta narsa omonat qilib beriladi-da. Sizni hozir bitta miyangizni deb hamma organizmingiz qiynalyapti. Oshqozon qiynaladi, pochka qiynaladi, jigar qiynaladi, yurak qiynaladi. Mana shu odamni
qo'ni qo'shnilar shu videoni ko'rsa chiqib bolgarka bilanmi, svarka bilanmi yechib tashlanglar. Endi qiynaladi bu odam baribir. Chunki bolgarka ishlaganda ham yuzga tegadi. Bekor qilibsizda, bu yoshlarga o'rnak bo'lishingiz kerak. Asli yoshingiz sal kattaroq ekan. Endi hozirgi yoshlarda o'zini o'ldirish ko'p edi. Endi bunaqa yo'lda ham o'rganar ekanda, bu yomon illat, juda yomon illat. Bu maza qilib yashash kerakda, kerak bo'lsa mana shu issiqli kunida dam olmasdan ishlab yuribmiz. Aksariyatlarimiz tog'larda dam olmayapmiz. O'sha uchun ham javob beramiz biz. Vaqtida dam olish kerakda, mazza qilib tog'larda chiqib bekorga bir yilda bir otpuska berilmaydi. O'sha bir yilda bir mazza bir oy dam olish kerak odam. Tepalarga chiqish kerak toza havodan. Bu yurakni ham qiynab qo'yibsiz-da. Onangizga rahmim keldi to'g'risi aka. Onani oldida bunday qilib o'tirmaydi-ku odam. Naborot qancha muammo problemalari bo'lsa ham shunday tashqarida qoldirib, onani oldiga kelib eng zo'r odam menman, hozirgi kunda eng badavlat odamman deyish kerak emasmi? Sochingizni qarang, oq ekan, soqollaringiz oq tushibdi. Bizda qo'ni qo'shnilari bu odamni asir tushib qolibdi bu odam. Bo'shatib yuboringlar, mazza qilib yashasin. Siz meni uyimga kelmagunizcha, meni ishimni hal qilib bermagunizcha men ochlik e'lon qilishni davom ettiraman. Afsus, bu videoni ko'rib haqiqiy fojia deb o'yladim. Davomini ham ko'ring. Men konkretniy mana shu isbot dalillari bilan ochlik e'lon qilaman. Xo'sh, sizni xayolingizga nima keldi? Aql yoshda emas, boshda deb shunga aytsa kerak. Hamma yosh kattalar ham aqlli bo'lmaydi, hamma yoshlar aqlsiz bo'lmaydi. Yana davomi bor. Sizdan iltimos o'tinib so'rayman, yordam berishingizni. Bilmadim bu odam bu ishi bilan nima qilmoqchi, kimga isbotlamoqchi. Bu ko'rinishdan g'irt ahmoqlik-ku yoki bir aqlli odam shunaqa ishlar qiladimi? Do'stlar, sizning bu holatga fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Oramizda afsuski ana shunday odamlar bor va ko'payib bormoqda. Bularga bilmadim, hozirgi kunda bir chora ko'rilish kerakmi, nimadir qilish kerak, bo'lmasa bunaqalar yanada ko'payib ketadi. Xo'sh, izohlarda kutaman. Assalomu alaykum, hurmatli Saida Mirziyoyeva. Menga boshqa chora qoldirishmadi. Men shunga majbur bo'ldim. Kechadan boshlab men ochlik e'lon qilganman. Xo'sh, buni haqiqatda anaqa qilmasligim uchun siz meni uyimga kelmagunizcha, meni ishimni hal qilib bermagunizcha men ochlik e'lon qilishni davom ettiraman. Men konkretniy mana shu nima deydi? Haqiqiy isbot dalillari bilan ochlik e'lon qilaman. Sizdan iltimos o'tinib so'rayman, yordam berishingizni. Mana ikkita kalit. Ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Hech qanaqa naqam yo'q. Hammasi yopilgan, zanjirlangan. Bo'ldi, endi bu anaqani men suvga tashlab yuboraman. Suvga tashlab yuboraman. Ochilmaydi, qaytib ochilmaydi bu narsa. Bo'ldi. Siz xalq bermagunizcha hal bo'lmaydi. Suvga tushib ketdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi. Ochlik e'lon qilib mana uyda o'tiribman. Onam bilan hasratlashib o'tiribmiz. Saida Mirziyoyeva, sizni kutyapmiz uyimizga. Sizni anaqa kutib olmasak ham, lekin har qalay dardimiz doston qilib dasturxonga daston qilamiz endi, boshqa iloji yo'q. Men o'sha mana bugun ertalab taqdim. O'sha boshlarim og'riyapti, miyalarim og'riyapti. Chakalarim o'sha og'rishni boshladi. Ko'zim holsizlanib qoldim.
Endi qancha tez kizsiz, shuncha meni tez hayotimni asrab qolasiz. O'zingiz ko'rgandek, men ochilmaydi, yechilmaydi endi. Endi bo'ldi, faqat bolgarka bilan o'zingiz kelganda ochiladi endi. Bolgarka bilan kesib olinadi. Kalit suvga tashlab yubordim. Ko'rdingiz. Sizdan iltimos, tezroq keling. O'zbekiston xalqi iltimos sizlardan. Meni ochdan o'lishimga yo'l qo'ymanglar. O'sha boshimga zanjirlar botib-botdi, yuzlarimga botishni boshladi. Sizlardan iltimos. O'zim ham bir sutkadan biri ovqatlanmaganman, bir sutkadan oshdi. Holsizlanyapman. Shu o'tiribman mana. Mana onam, qari onam bor, onam ham duo qilib o'tiribdilar. Mana mashitda yotibman sizni kutib. O'zbekiston xalqi sizlardan iltimos. Har 2 soatda video qo'yib turaman. Xo'sh. Nima deydi? Sizlardan iltimos yordam beringlar. Mirziyoyevga yetib borsin. Mana polni zanjirlanganman. Hamma joy qulflangan. Chiqatda anaqa yo'q. Toki Saida Mirziyoyeva kelmaguncha yechilmaydi. Mana shu yerda yotaman. Mana shu joyim meni. Ey Alloh, o'zingga shukr. Videoda ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqangi voqealar O'zbekistonda bo'lib turibdi do'stlar. Bu akaxonimizni yoshi katta ekan. Bunaqangi ishlarni albatta qilmaganlari yaxshi, chunki bundan keyin kelajakda yoshlarimiz bulardan o'rnak olishi bizga ancha minus keltiradi. Shuning uchun do'stlar, albatta nimadirlarni o'ylab, yaxshi narsa kontentlar qilishga harakat qilish kerak. Sog' bo'lasizlar, mana shu joyda xayrlashamiz videoda. Xayr.